Afex Group kompaniyasi qadrli YouTube kuzatuvchilari uchun zamonaviy biznes sog'lom turmush tarzi bilan uyg'unlashtirilgan yangi yo'nalishni taqdim etadi. Asalni bir martalik plastik qoshiqchalarga qadoqlash biznesi. Bugun dunyo tobora tezlashmoqda. Insonlar qulaylik, tozalik va vaqtni tejashni har qachongidan ham ko'proq qadrlayapti. Bir piyola choy ichish ham endi oddiy jarayon emas. U zamonaviy, gigiyenik va estetik shaklga ega bo'layotgan davrga keldik. Tasavvur qiling, siz sayohatda, ish joyida yoki kafedasiz. Yoningizda katta asal bankasi emas, balki kichik, yopiq, toza va tayyor asal qoshiqchasi bor. Oldingiz, choyga soldingiz. Ushbu videoda siz asalni plastik qoshiqchalarga avtomatik qadoqlash biznesi qanday ishlashini, qanday uskunalar kerak bo'lishini, qancha joy va elektr talab etilishini, ishlab chiqarish jarayoni bosqichma-bosqich qanday kechishini va eng muhimi, ushbu liniya orqali qanday daromad olish mumkinligini va aniq tushunarli tarzda bilib olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki yakunda sizga daromad bo'yicha real hisob-kitoblar hamda bonus sifatida asalni to'g'ri tanlash va tayyor mahsulot uchun marketing rejasi haqida ma'lumot beriladi. Zamonaviy iste'molchi uchun har bir detal muhim. Mahsulot qanday tayyorlangan, qanday qadoqlangan va u sog'lom turmush tarziga qanchalik mos keladi. Shu sababli bugungi bizneslar ham o'zgarishga majbur. Qulaylik, gigiyena, sog'lom hayot bugungi iqtisodiy yo'nalishlarning markazida turibdi. Ana shu o'zgarishlarning yorqin namunasi asalni qoshiqchalarga avtomatik to'ldirish va qadoqlash liniyasi. Bu oddiy biznes emas, bu zamonaviy hayot talablariga mos ishlab chiqarish yechimi. Har bir asal qoshiqchasi gigiyenik tarzda muhrlangan, to'liq avtomatik jarayonda ishlab chiqarilgan, tabiiy mahsulotning sifati va foydasini saqlab qoladi. Bunday mahsulotlar ofislar, mehmonxonalar, kafe va restoranlar, hatto eksport bozorlari uchun ham juda qulay. Chunki bu shunchaki asal emas, bu tozalik, qulaylik va ishonch ramzi. Bugungi kunda odamlar ortiqcha harakatni emas, tayyor va qulay yechimlarni xohlashadi. Ular tabiiy mahsulotni sevishadi, ammo uni zamonaviy qadoqda iste'mol qilishni afzal ko'rishadi. Shuning uchun ham asal qoshiqchasi sog'lom turmush tarziga mos, estetik, foydali va bozori keng mahsulotlardan hisoblanadi. Bu biznes yo'nalishi hali yangi, ammo gigiyena va sog'lom ovqatlanishga bo'lgan talab yildan-yilga oshib bormoqda. Demak, bugun boshlagan tadbirkor ertangi bozorni egallaydi. Gapirsa gap ko'p. Keling, ishni amaliy qismiga o'tamiz. Bu biznesni boshlash uchun kengligi kamida 5 metr, uzunligi kamida 6 metr, balandligi 3 metr, toza, ozoda va sanitariya talablariga javob beradigan xona yetarli. Elektr ta'minoti esa oddiy 220 volt kuchlanish bo'lsa kifoya. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun sizga quyidagi uskunalar kerak bo'ladi. Asal qoshiqchalarini to'ldirish va qadoqlash uskunasi, gorizontal qadoqlash uskunasi, havo kompressori. Uskunalarning umumiy qiymati 14800 AQSh dollarini tashkil qiladi. Bu narxga siz uskunalarni Afex Group Toshkent omboridan qabul qilib olasiz. O'rnatish va ishga tushirish xizmatlari alohida kelishuv asosida amalga oshiriladi. Muhim eslatma, ushbu liniyaning arzonroq yoki to'liq avtomatlashtirilgan qimmatroq variantlari ham mavjud. Narx tanlovi uskunaning avtomatlashtirish darajasiga bog'liq. Xarid qilishdan oldin Afex Group mutaxassislari sizning ehtiyojingizga mos individual loyiha taqdim etadi. Sifati kafolatlangan uskunalarni har doimgidek Afex Group kompaniyasidan xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlarni www.afex.uz rasmiy veb-sayti yoki ekraningizda ko'rsatilgan telefon raqamlar orqali olishingiz mumkin. Shuningdek, Afex Group rasmiy saytida 800 dan oshiq uskuna va 100 ga yaqin ishlab chiqarish liniyalari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Barcha uskunalar va xonani tayyorlab olgach, ishlab chiqarishni boshlash mumkin. Jarayon quyidagicha: avvaldan tayyorlangan xom ashyo, tabiiy asal, plastik qoshiqchalar, alyuminiy folga asosiy uskuna bunkeriga joylanadi. Keyingi bosqichda operator boshqaruv paneli orqali qoshiq sig'imiga mos kerakli milligram hajmni kiritadi. Shundan so'ng qolgan barcha jarayonlar to'liq avtomatik tarzda bajariladi. Rotatsion aylanuvchi to'ldirish qismida qoshiqchalar navbati bilan joylashadi. Ikki boshli to'ldirish blokidan asal quyiladi. Keyin alyuminiy folga yopish qismidan o'tadi. Keyingi aylanishda lazer sensorlar mahsulotni to'g'ri joylashganini tekshiradi. So'ng induksion presslash orqali folga mahkam yopiladi. Natijada mahsulot 90% tayyor holatga keladi.
So'nggi bosqichda har bir qoshiqcha alohida plyonkaga qadoqlanadi. Bu esa mahsulotga estetik ko'rinish, maksimal gigiyena, sotuvda ustunlikni beradi. Gorizontal qadoqlash uskunasi mahsulot oqimiga avtomatik moslashadi. Har bir qoshiqchani ketma-ket qadoqlaydi. Uskunada 3 ta servo motor o'rnatilgan. Ularning tezligi kompyuter boshqaruv paneli orqali barqaror nazorat qilinadi. Shu bilan mahsulotlar to'liq sotuvga tayyor holatga keladi. Xulosa qilib aytganda, asalni plastik qoshiqchalarga qadoqlash liniyasi bu sog'lom turmush tarziga mos, bozori keng, barqaror daromad keltiruvchi ishlab chiqarish yo'nalishi. Ushbu liniya orqali olinadigan daromad, ishlab chiqarish hajmi va foyda ko'rsatkichlarini Afex Group menejerlari bilan bevosita bog'lanib, uchrashuv belgilab, aniq hisob-kitoblar qilingan faylni qo'lga kiritishingiz mumkin. Qo'shimcha bonuslar sifatida Afex Group tomonidan asalni qanday to'g'ri tanlash, premium sifatni aniqlash mezonlari, tayyor mahsulot uchun samarali marketing rejasi alohida bob blok ko'rinishida taqdim etiladi. Bog'lanish uchun ekraningizdagi raqamlarga murojaat qiling yoki video ostidagi link orqali so'rov qoldiring. Videoga like bosishni va qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz uchun bu juda muhim va doimiy videolar chiqishiga ko'makdosh bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizni Afex Group uskunalar markazida kutib qolamiz.